Bahor, tabiat uyg'onib, yangi hayot nafasi kirib keladigan fasl. Ana shu davrda inson organizmi ham o'zgarishlarga moslashadi. Qish faslida sarflangan energiya va vitaminlarni tiklashga ehtiyoj sezadi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, bahor faslida to'g'ri ovqatlanish inson salomatligini mustahkamlash, immunitetni oshirish va organizm faoliyatini barqaror saqlashda muhim ahamiyatga ega. Bugungi ko'rsatuvimizda ana shu masalalarga to'xtalib o'tamiz. Bahor kelishi bilan bozorlar ham go'yo tabiat bilan yangilanadi. Rang-barang sabzavotlar, xushbo'y ko'katlar dasturxonimizni bezaydi. Ismaloq, ko'k piyoz, ukrop, petrushka, rediska kabi mahsulotlar nafaqat mazali, balki inson organizmi uchun zarur bo'lgan vitamin va mikroelementlarga boyligi bilan ahamiyatlidir. Ayniqsa qish faslidan keyin organizmda kuzatiladigan vitamin tanqisligini bartaraf etishda bu mahsulotlarning o'rni qiyos. Buxoro davlat tibbiyot instituti patologik fiziologiya va patologik anatomiya kafedrasi pedagog olimlari bilan suhbatimiz ham shu haqda bo'ldi. Hozirgi kunda bizlar demak qish faslidan chiqdik. Qish faslida inson organizmi zaiflashadi, chunki baribir bilamizki, qish faslida meva, o'sha ko'katlar ko'p iste'mol qilinmaydi. Birinchidan avvallari lekin o'shalar kam xarid edi, kam topilardi, ozgina qimmat edi. Hozir Allohga shukr, bozorlarimizda hamma narsa bor. Ko'p qimmat ham emas, olsa bo'ladi. Lekin baribir bizning xalqimiz sovuq tufayli o'sha bozorga borishga erinadi-yu, har kuni ovqat mahsulotlarga ko'katlardan foydalanmaydi. Lekin bahor fasli boshlandiki, shu ko'katga ehtiyoj kuchayadi. Hozirgi kunda endi inson organizmi zaiflashgandan tashqari fiziologik shunaqa xususiyatlarga olib keladi. Bu asosan darmonsizlik. Inson organizmi immunitet pasayadi. Hozir ko'ryapmiz, ana kecha havo issiq edi 2 kun oldin. Bu kecha 6 gradus sovuq, bugun ham salqin havo. Maqsad odamlar shoshilib qoladi. Natijada bu demak tez birdaniga havoning o'zgarishi, immunitetning pasayishi bu unga sharoit yaratiladi va kasallikka olib keladi. Endi biz ana shularni oldini olish maqsadida eng birinchi demak ko'katlardan foydalanamiz. Ko'katlarning orasida eng ko'p uchraydigan, ham arzon, ham hamyon bo'lib, bu oddiy ko'k piyoz. Ko'k piyoz vitamin C ga boy. Vitamin C nimaga kerak? Vitamin C bu inson organizmida qon tomirlarida devorni mustahkamlaydi. Qachonki inson organizmida kasallik shikastlanish boshlandiki, yallig'lanish boshlandiki, qon tomir devorida o'tkazuvchanlik oshadi. Ikkinchi ko'katlardan bu asosan kashnich. Kashnich ham o'z navbatida bu ovqatlarga solinadi, salatlarga solinadi. Juda ham mazali ko'kat. U asosan oshqozon ichak traktida ovqat hazm qilishni yaxshilaydi. Uchinchisi bu demak shivit. Shivit ham inson organizmiga juda ham katta ahamiyatga ega, foydali. U ham o'z navbatida demak organizmda modda almashinuvini, oksidant sifatida ham u juda ham foydali. U organizmga juda ham kerak. Keyingisi ismaloq. Ismaloq juda ham hammamiz Buxoro viloyatida Buxoro xalqini eng yaxshi ko'rgan ismaloqdan qilingan chuchvaralar, ismaloqdan qilingan somsalar, ko'k somsalar hammani o'shanga ehtiyoji baland. Masalan, bir tadbirga borsangiz, ko'pchilik go'shtlik samsa ko'rasiz, lekin ko'pchilik o'sha ismaloqli, ko'katli samsalarga ehtiyoji baland o'sha yegisi keladi. Chunki ismaloq temirga boy, ferritinga boy, ham umumiy darmonsizlikni oldini oladi, ham umumiy quvvatlantiruvchi, ya'ni anemiyani davolaydi. Shuning uchun undan ham foydalansak, juda ham yaxshi bo'ladi. Yana undan tashqari rayhon degan o'simligimiz bor. Bu o'z navbatida bahorda juda ham katta ahamiyatga ega. U tinchlantiruvchi, uni damlama choy qilib, salatlarga qo'shib yesak, juda ham yaxshi bo'ladi rayhon. Bu ko'katlardan albatta to'g'ri va oqilona foydalanishimiz kerak. Yurtboshimiz o'zlarini shu ma'ruzalarda aytadilarki, ana shu uyingni, tomorqangni, yeringni ek. Qisqa, kichkina maydacha yering bo'lsa ham o'shanga rayhon ek, ko'kat ek va o'shani o'zingni, o'sha oilangni ham ta'minlaysan, ham bu sog'liging uchun katta foydali deb o'zlarini doim ana shu ma'ruzalarni men eshitganman. Shu qishloq xo'jaligi aholisini, shu hayotimizni yaxshilash maqsadida shu yer sizni boqadi degan ma'noda aytilgan. Bu kichkina yerdan ham ko'p narsa olish mumkin. Inson organizmida jigar 1,5 kilogramm turadi, nimasi massasi, u parenximatoz bez organ. Jigar inson organizmida detoksikatsiya qiladi. Lekin bizning organizmimizda o'sha detoksikatsiya bo'lishi uchun jigarimiz ko'pchiligimiz to'g'risini aytsam, tan olish kerak. Semiz bizlar, semirish juda ham hozirgi kunda ko'paygan, kam harakat, gipodinamiya, modda almashuvi buzilgan, yog' bosgan. Undan tashqari oshqozon ichak traktimiz ham demak juda ham o'sha har xil shlaklar bilan tiqilib ketgan va ana shularni tozalash maqsadida
bu detoksikatsiya qilinadi. Oddiy demak kefir 250 ml o'shanga demak o'sha ko'katlardan solib, ularni blenderga aralashtiraman. Yoki qizil lavlagidan qilish mumkin. Qizil lavlagi bir dona sabzi, 250 ml suv. O'shanda demak blenderda aralashtirib, har haftaga bir marta, bu degani yana organizmni tushraklardan tozalaydigan kun. Bu bir tomondan demak ham organizmga quvvat beradi, ikkinchi tomondan o'sha organizmda tiqilib qolgan tishlaklarni tozalab beradi. Bu juda ham foydali. Agar o'sha lavlagi masalasiga to'xtalsak, qizil lavlagi ham arzon, ham u yurak qon tomir kasalliklari, ateroskleroz, jigardagi gepatoz hammasini tozalab beradi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, bahor faslida ovqatlanish ratsioni yengil, vitaminlarga boy va tabiiy mahsulotlarga asoslangan bo'lishi lozim. Bunday ovqatlar nafaqat hazm tizimi uchun yengil ta'sir qiladi, balki immunitetni mustahkamlab, organizmni turli kasalliklardan muhofaza etadi. Bahor faslida mikroelementlar tanqisligi ayniqsa ko'p kuzatiladi. Bu uchun ko'pincha ko'kat mahsulotlarini iste'mol qilish o'sha maqsadga muvofiq hisoblanadi. Buyuk Sharq tabib va olimi Abu Ali Ben Sino o'zining mashhur tib qonunlari asarida tabiiy oziq-ovqat mahsulotlarining, ayniqsa ko'katlarning ahamiyati haqida alohida ta'kidlab o'tganlar, jumladan ko'katlar iste'mol qilish, demak organizmni mustahkamlash, kasalliklarning oldini olish vazifasida muhim rol o'rin tutar ekan. Jumladan ismaloq haqida to'xtaladigan bo'lsak, ismaloq butun o'sha organizmni quvvat bilan ta'minlaydigan o'sha mikroelementlarga va vitaminlarga boy hisoblanadi. U organizmni quvvatlantiradi, qonni tozalaydi, demak qon aylanish tizimini yaxshilaydi, ichaklarni tozalaydi, qabziyatni yumshatadi. Demak, kunlik ratsionda iste'mol qilishga juda ham tavsiya qilinadi. Lekin tarkibidagi oksalatlar, o'sha oksalat kislotalarining ko'pligi sababli buyrak tosh kasalliklari va podagra kasalliklari bor insonlarga uni me'yorida iste'mol qilish tavsiya etiladi. Demak, keksalarda o'sha ovqatlarni kam miqdorda va tez ovqatlanish, yumshoq taomlarni, qon bosimi yuqori bo'lgan insonlarda xamir ovqatlarni kamroq iste'mol qilish, xolesteringa boy ovqatlarni ham kamroq iste'mol qilish tavsiya etiladi. Dori vositalari baribir sintetik vositalar hisoblanadi va ularning bir qancha o'sha nojo'ya ta'sirlari ham kuzatilishi mumkin. Bu albatta organizmni tabiiy o'sha foniga ham o'sha bog'liq hisoblanadi. Tabiiy mahsulotlar ko'proq tavsiya etiladi, chunki ularni organizmda so'rilishi ham osonroq kechadi deb o'ylayman. Bahor faslida bizni o'z mamlakatimizda ko'proq iste'mol qilinadi ko'kat mahsulotlari. Bundan tashqari turli sumalaklar pishiriladi, sumalaklar sayli o'tkaziladi. Mana shu, bundan tashqari yana halim ovqatlari, halisalar pishiriladi. Asosiy ovqatlanishni biz rejimiga rioya qilishimiz kerak. Ayniqsa kunning birinchi yarmida asosiy ovqatlarimizga o'sha oqsilga boy mahsulotlarni tavsiya etishimiz kerak. Uglevod mahsulotlarini kamroq tavsiya etiladi. Demak, kechqurunga yengil hazm bo'ladigan suyuq ovqatlarni tavsiya qilaman. Va biz bilamizki, o'sha kun davomida o't ajralishi ertalabki o'sha iste'mol qilinadigan yog'ga ham bog'liq. Albatta, o'sha slivichniy maslalarni iste'mol qilish, sariyog'larni iste'mol qilish, tvorog mahsulotlari kalsiyga boy bo'lgani uchun va pishloq mahsulotlarini ertalab iste'mol qilish maqsadga muvofiq. Bahor faslida tayyorlanadigan yengil va vitaminlarga boy taomlar organizm uchun katta ahamiyatga ega. Misol uchun ismaloq, ko'k piyoz, ukrop yoki bodringdan tayyorlangan salat nafaqat mazali, balki organizmni temir va kalsiy bilan ta'minlaydi, hazm tizimini yaxshilaydi hamda charchoqni chiqaradi. Har kuni ko'kat iste'mol qilishning 5 ta foydasi haqida gapirib bermoqchiman. Birinchi foydali tomoni, demak, ko'kat iste'mol qilish ovqat hazm qilish sistemasini yaxshilaydi. Ya'ni og'ir ovqatlar bilan iste'mol qilish hazm qilishni yaxshilaydi. Ikkinchi foydasi esa, demak, qabziyatni oldini oladi. Chunki tarkibida biz bilamizki, demak, kletchatka mavjud va kletchatka ichaklarda so'rilishni yaxshilaydi va qabziyat oldi olinadi. Uchinchi foydasi bu ko'katlar tarkibida vitamin E ko'pligi sababli tirnoq, soch hamda terini holatini yaxshilab beradi. Keyingi 4-foydasi bu moddalar almashinuvini
yaxshilaydi va immunitetni ko'tarib beradi. Keyingi foydasi esa qon tomirlarida ortiqcha keraksiz bo'lgan xolesterinni miqdorini kamaytiradi va qon aylanishini yaxshilab beradi. Har kuni yetarli miqdorda suv ichish zarurligi organizmning qaysi fiziologik jarayonlari bilan bog'liq bo'ladi? Har kuni suyuqlik iste'mol qilish bu hujayralarni holatini, ya'ni o'sha tiriklikni sig'imini yetarli bo'lishini va hujayralar holatini yaxshiligini ta'minlab beradi. Og'ir, yog'li mahsulotlarni iste'mol qilish, demak, barcha a'zolarga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ayniqsa qon aylanish sistemasida o'sha qon tomir patologiyalari, ateroskleroz, gipertoniya kabi kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. To'g'ri, sifatli, me'yorida ovqatlanish hamda masalan aynan ko'katlarga bog'lab aytadigan bo'lsak, ko'katlarni iste'mol qilishda birinchi navbatda ularni tuzli suvda yuvib keyin iste'mol qilish, chunki ular biz bilamizki gelmentlar uchun muhit hisoblanadi va gelmentlarni insonlarga yuqtirishi mumkin bo'lgan manba hisoblanadi. Bahor faslida biz bilamizki organizm biroz toliqqan, immunitet pasaygan holatda bo'ladi va shuning uchun ham biz vitaminlarga, minerallarga boy bo'lgan oziq-ovqatlardan ko'proq iste'mol qilishimiz mumkin. Shular jumlasiga, demak, ko'katlarni misol keltirishimiz mumkin. Ayniqsa bahorda yetiladigan ko'katlar tarkibida temir, kalsiy, folik kislotasi va boshqa foydali moddalar mavjud. Bu esa organizmni tozalash, qon aylanishini yaxshilash va immunitetni mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Bahor faslida tayyorlanadigan foydali taomlardan biri vitaminlarga boy ko'katli salat. Tarkibi ismaloq, ko'k piyoz, ukrop, bodring, zaytun yog'i. Bu mahsulotlar aralashtirib yengil va vitaminlarga boy salat tayyorlanadi. Xulosa sifatida aytganda, bahor fasli inson salomatligini mustahkamlash va organizmni vitaminlarga boyitish uchun eng qulay vaqtdir. Tabiat taqdim etayotgan yangi sabzavot va ko'katlar inson organizmi uchun bebaho ne'mat. Ularni me'yoriy tarzda iste'mol qilish insonning bardamligi va sog'lom hayot kechirishida muhim ahamiyatga ega. Bu salomatlik retsepti ko'rsatuvi edi. Keyingi dasturga qadar salomat bo'ling.